J-Hope. U shunchaki doim kulib yuradigan, energiyaga to'la idol emas. U jamoaning ritmini ushlab turuvchi tayanch, sahnada aniqlik va ichki intizom timsoli, musiqada esa rang-baranglik va konseptual tafakkur egasi. Uning sahna nomi J-Hope, muxlislar uchun umid timsoli bo'lish, shuningdek BTSning umidi bo'lish istagidan kelib chiqqan. Bu nom shuningdek Pandora qutisi haqidagi afsonaga ishora qiladi. Quti ochilganda ichidagi barcha yomonliklar dunyoga tarqaladi, ammo ichida qolgan yagona narsa umid bo'ladi. U BTSning nafaqat kayfiyatini, balki professional standartini ham belgilab bergan a'zolardan biridir. J-Hope'ni tushunish BTSni tushunishning muhim qismi, chunki u jamoada quvnoq energiya vazifasini bajargan bo'lsa-da, bu obraz ortida nihoyatda talabchan, o'ziga nisbatan keskin va doimiy bosim ostida yashovchi shaxs turadi. Hosok bolaligidan raqs bilan yashagan, u vokal yoki repdan ko'ra avvalo professional raqqos sifatida shakllangan, underground dans jamoalarida qatnashgan, street dance, hip hop va freestyle yo'nalishlarida jiddiy tajriba to'plagan. Big Hitga kirgan paytda u rapper emas edi, ammo jamoa konsepti sabab u noldan rap o'rganishga majbur bo'ldi va xarakteridagi eng muhim jihatni, moslashuvchanlikni va qat'iyatini ko'rsatdi. U o'rganishdan qo'rqmadi, o'zini qayta qurdi va qisqa vaqt ichida professional darajadagi reperga aylandi. Bu jarayon J-Hope uchun nafaqat texnik, balki psixologik sinov ham edi. Yangi rol, yuqori talab, o'ziga bo'lgan shubha va doimiy solishtirish. U mashg'ulotlarda eng talabchan a'zolardan biri. Harakatlarining aniqligi, sinxronlik, sahna estetikasida u detallarga obsessiv darajada e'tibor beradi. Shu sabab ko'p a'zolar aynan undan eng ko'p tanbeh eshitganini ochiq aytishadi. Sahna ortida esa u muhitni yumshatuvchi, stressni kamaytiruvchi, jamoani psixologik jihatdan ushlab turuvchi shaxs. Ban Shi-hyuk bir paytlar shunday degan edi: agar aynan J-Hope bo'lmaganida BTS bugungidek mavjud bo'lmas edi. Bugun biz doimo jamoani o'zidan ustun qo'yadigan, ko'pincha BTSning ruhiy yetakchisi deb ataladigan J-Hope haqida gaplashamiz. Bolaligida J-Hope otasining ta'siri sababli yaxshi o'qigan. Uning otasi maktabda adabiyot o'qituvchisi bo'lgan. Akademik jihatdan iqtidorli bo'lishiga qaramay, J-Hopening hayoti 5-sinfdagi maktab sayohati paytida keskin o'zgargan. Sahnada raqs tushayotganini ko'rgan do'stlaridan ko'plab maqtovlar eshitgach, J-Hope ichida kuchli bir his uyg'ongan va shunday qarorga kelgan: men raqqos bo'lishni xohlayman. Buni albatta qilishim kerak. Raqs maktabiga boraman va raqs tushaman. U o'sha paytdagi hislarini shunday eslaydi: raqs juda qiyin edi, lekin men haqiqatan ham raqs tushayotganimni his qilardim. Bu mening his tuyg'ularim edi. Men buni qilishim shartligini sezdim. Ammo J-Hope'ning istagiga qarshi ravishda otasi uning raqsga bo'lgan qiziqishiga qat'iy qarshi chiqdi. Shunga qaramay, J-Hope raqsni juda yaxshi ko'rgani uchun taslim bo'lmadi. Oxir-oqibat otasi shunday dedi: bu masalada qanchalik jiddiy ekaningni menga ko'rsat. J-Hope musiqa qo'yilmasidan raqs tushib bergach, otasi nihoyat rozilik bergan. Shu bilan birga raqs akademiyasi rahbari J-Hope qanchalik o'zgacha bo'lganini eslab o'tadi. Hosok akademiyaga kelganida umuman raqs tushishni bilmasdi, ammo ulkan mehnati tufayli juda tez rivojlandi. Kunlarning birida J-Hope jiddiy muammoga duch keldi. Oiladagi vaqtinchalik moliyaviy qiyinchiliklar sababli u akademiya to'lovini to'lay olmadi. Shu sababli darslar vaqtida J-Hope ko'pincha divanda yolg'iz o'tirib, boshqalarning raqs tushishini tomosha qilardi. Dars tugagach esa bo'sh studiyada yolg'iz mashq qilardi. Bir kuni raqs mahorati juda yuqori bo'lgan katta yoshli bir raqqos J-Hope'ning yolg'iz mashq qilayotganini ko'rib qoladi va unga shunday deydi: "Hey, biz bilan studiyamizda birga mashq qilishni xohlaysanmi?" Aynan shu voqea orqali J-Hope Neuron nomli raqs jamoasiga qo'shildi va street dance bilan ilk bor jiddiy tanishdi. 2009-yilda u Neuron jamoasiga eng yosh a'zo sifatida kirib, tug'ilib o'sgan hududida raqqoslar orasida tezda tanila boshladi va turli musobaqalarda sovrinlar qo'lga kiritdi. U shunchalik yaxshi raqs tushardiki, JYP'ning 6-ochiq tanlovidan muvaffaqiyatli o'tdi. O'sha paytda hududdagi raqs akademiyalari faqat raqs o'rgatib qolmas, balki iqtidorli o'quvchilarni Seuldagi entertainment kompaniyalari bilan bog'lab berardi. Shu tariqa J-Hope Big Hit Entertainmentga kastingga yo'naltirildi va aynan shu davrda BTS tarixidagi eng mashhur kasting hikoyalaridan biri yuz berdi. Big Hitning kasting bo'yicha xodimi mashg'ulot xonasiga kamera o'rnatib, J-Hope'ga shunday deydi: "Xohlaganingcha raqs tush, tugatganingdan keyin chiqib ketaverasan." Shundan so'ng u
tushlik tanaffusiga chiqib ketdi. 3 soatdan keyin qaytib kelganida J-Hope hanuz to'xtovsiz raqs tushayotganini ko'rib hayratda qoldi. Aynan shu holat tufayli J-Hope Big Hit kastingidan muvaffaqiyatli o'tdi. Ammo stajyor bo'lgach J-Hope jiddiy bir muammoga duch keldi. U umuman rep ayta olmasdi. U shunday degan: "Men rep ayta olmasdim, repdan qo'rqardim. Buni uddalay olaman deb o'ylagandim, lekin umuman chiqmadi." Rep testidan keyin u shunchalik xavotirga tushdiki, chetlatilib ketishdan qo'rqdi va keyinchalik o'sha paytdagi rep mahoratini eslab shunday dedi: "Bu mening birinchi yozuvim edi. O'zimga bu axlat-ku deb o'ylagandim." Yaxshiyamki, aynan shu qiyin davrda J-Hope Aren va Shoga bilan yaqinlashdi. Ular ham stajyor edi va ularning yordami bilan J-Hope asta-sekin repga ko'nikib bordi. Lekin repni o'rganib borgan sari uning ichki bosimi va xavotiri yanada kuchaydi. "Men do'stlarim bilan uzoq vaqt birga ishladim, 2 yil davomida. Shuning uchun bu vaziyat meni juda xavotirga solardi." 3 yil stajyor bo'lib yurganidan so'ng J-Hope shu qadar charchadiki, hatto ketishni ham jiddiy o'ylab ko'rgan. Ammo a'zolarning tinimsiz ko'ndirishidan so'ng u guruhda qolishga qaror qildi. Nega? Vaqt juda qisqa, ortga qaytishga esa imkon yo'q edi. Uzoq kutishlardan keyin nihoyat BTSning debyuti tasdiqlandi. Biroq bu qisqa quvonch tez tugadi, chunki ularni bundan ham og'irroq mashg'ulotlar kutayotgan edi. Ular har kuni raqs mashqlarini videoga olishardi. Agar tana burchagi yoki qo'l harakati hatto birozgina noto'g'ri bo'lsa ham, to mukammal sinxronlikka erishmagunga qadar qayta suratga olishardi. Jamoa ichida nafaqat mukammal raqs tushib, balki boshqalarga ham o'rgata oladigan yagona odam J-Hope edi. Shu sababli u eng og'ir yukni ko'tardi. U bir vaqtning o'zida a'zo va raqs direktori rolini bajardi va nihoyat 2013-yil J-Hope BTS a'zosi sifatida debyut qildi. Ammo BTSning uzoq kutilgan ilk chiqishidan sal oldin J-Hope ortiqcha mashg'ulotlar sabab jarohat oldi. We Are Bulletproof Part 2 qo'shig'i xoreografiyasida shunday harakat bor edi. J-Hope tiz cho'kib, tanasining yuqori qismini orqaga bukib polga yotishi kerak edi. Bu harakatni juda ko'p marta takrorlagani sababli oyog'ini zo'riqtirib oldi va o'ng sonida suyuqlik to'plandi. Shunga qaramay J-Hope debyutni kechiktirishni ham, xoreografiyani o'zgartirishni ham xayoliga keltirmadi. U shpris yordamida suyuqlikni oldirib tashladi va reja bo'yicha sahnaga chiqdi. Keyinchalik BTS Born Singer qo'shig'ini chiqarganida J-Hopening yozgan satrlari o'sha paytda u qanchalik umidsiz va jonjaqdi bilan kurashganini ochib berdi. Treyni bo'lishidan oldin u faqat raqsni bilganiga qaramay, J-Hope tinimsiz mehnat qilishda davom etdi va BTSning keyingi albomida kompozitsiya, matn yozish va rep ijrosiga ham o'z hissasini qo'shdi. Ammo aynan shu davrda BTS kutilmagan muammoga duch keldi. Debyut albomidagi qo'shiqlar katta mehr bilan qabul qilingan bo'lsa-da, keyingi albom ular kutganidek e'tibor qozona olmadi. Shunga qaramay ular hayot-mamot masalasidek kurashishga majbur edi. Chunki o'sha paytda juda ko'p yangi guruhlar debyut qilayotgan edi. Ammo ularning kuchli tomonlarini anglagan odamlar asta-sekin ularni qo'llab-quvvatlay boshladi va birinchi fan mitingda J-Hope ilk bor o'zining chin yurakdagi his-tuyg'ularini ochib berdi. Bolaligimda sahnada o'tirganimda kimdir menga ishonib qo'llab-quvvatlasa, juda baxtli bo'lardim deb o'ylardim. Shu fikr haqiqatga aylanib, hozir men o'z musiqam bilan shug'ullanyapman. Muxlislarimning sevgisini qabul qilyapman va tinimsiz faoliyat yurityapman. Aslida bunga ishonish qiyin. Raqsga bo'lgan muhabbatim shunchalik katta ediki, men hatto o'qishni unutib har kecha tonggacha mashq qilardim. Qiyinchiliklarga qaramay Seulga ko'chib ketganimda eng baxtli bo'lganlar ota-onam edi. Ayniqsa otamning tabassumi. Buni hech qachon unutmayman. BTS keyingi albomi bilan qiyin davrini boshdan kechirdi, ammo debyut albomi shunchalik ijobiy qabul qilindiki, ular Melon Music Awards'da yilning yangi yulduzi mukofotiga sazovor bo'ldilar. Mukofotga ega bo'lgach ham BTS musiqa ustida tinimsiz ishlashni to'xtatmadi va tez orada navbatdagi albomini chiqardi. Albomga tayyorgarlik jarayonida J-Hope shunchalik tinimsiz mehnat qildiki, musiqiy video suratga olish vaqtida charchab, qulab tushdi va shifoxonaga yetkazilishi kerak bo'ldi. Shu barcha qiyinchiliklardan so'ng albomning asosiy qo'shig'i ommaviy e'tiborni qozondi va BTS birinchi marta musiqa reytingi dasturida nomzod bo'ldi. Bu ularning ikkinchi albomi School of Affair'dagi asosiy qo'shiq Bu in Love tufayli amalga oshdi. Bu in Love birinchi o'ringa nomzod bo'lgach, J-Hope ilk fan uchrashuvida o'z samimiy minnatdorchiligini bildirdi.
Men yanada tinimsiz ishlayman va yanada yorqin porlaydigan BTSni sizlarga ko'rsataman. BTS muvaffaqiyatli debyut qilgach, yilning yangi yulduzi mukofotini qo'lga kiritgach va hatto birinchi o'ringa nomzod bo'lganidan so'ng navbatdagi albomning muvaffaqiyati avvalgidan ham muhimroq bo'ldi. Biroq eng katta muammo albomning asosiy qo'shig'i Danger edi. J-Hope ham Dangerni yaratishda ishtirok etgan, lekin u Trini davridan keyingina rep qilishni boshlagani sababli bu unga qiyinchiliklar tug'dirgan. U shunday his qilgan: qanday chiqishni bilmayman, bu yerdan qanday chiqishni bilmayman. Danger BTSning hozirgacha chiqarilgan eng murakkab xoreografiyasiga ega qo'shig'i bo'lib, a'zolar kuniga 16 soatdan ortiq mashq qilishga majbur bo'lgan. Barcha mehnatga qaramay Danger kutgan darajada ijobiy qabul qilinmadi va 6 kun ichida barcha koreys musiqiy reytingidan tushib ketdi. Shu sababli J-Hope shunday degan: biz bunga shunchalik tinimsiz mehnat qildikki, lekin natija shunchalik ranj o'tuvchi bo'ldiki, debyutdan beri ilk bor men o'zim yurayotgan yo'lga shubha qila boshladim. Biroq J-Hope'ni qiynagan Danger oxir-oqibat ijobiy burilish yasadi. BTS 2014-yilgi Mama sahnasida Dangerni ijro etdi va bu ularga hozirgacha eng murakkab xoreografiyani namoyish qilish imkonini berdi. Shu paytda Mamada birgalikdagi sahna ijro etish rejalashtirilgan Block B guruhiga e'tibor qaratish kerak. Ular BTS bilan bir necha o'xshashliklarga ega edi. Eng avvalo ikkala guruh ham 7 a'zodan iborat. Bu esa tabiiy ravishda ikki guruhni solishtirishga olib keldi. Shu sababli J-Hope qat'iy qaror qilgan edi: bu safar biz mutlaqo mag'lub bo'la olmaymiz. Raqs tushishda esa bor kuchimizni beramiz. Ular tinmay mashq qilib Mama sahnasida ajoyib chiqish qilishdi. Raqs davomida u butun tana vazni bilan bir tizzasini yerga qo'yib kuchli taassurot qoldirdi. J-Hope'ning shiddatli kirishi bilan boshlanib, BTS Dangerni mukammal ijro etdi va ko'plab tomoshabinlarda kuchli taassurot qoldirdi. 2014-yilgi Mama sahnasidagi chiqish BTS uchun burilish nuqtasiga aylandi. Aynan shu chiqishdan so'ng ularning muxlislar bazasi juda tez sur'atda kengaya boshladi. Shu tarzda tobora ortib borayotgan muxlislar bilan birga BTS debyutdan keyingi 3-yiliga qadam qo'ydi va navbatdagi albomini The Most Beautiful Moment in the Life Part 1 ni chiqardi. Albomning asosiy qo'shig'i I Need You. Albom va I Need You BTSga avvalgidan ham ko'proq muhabbat olib keldi va guruhni o'z shaxsiy konsertlarini o'tkaza oladigan darajagacha yetkazdi. Aynan shu konsertlardan birida J-Hope ota-onasini eslab ko'z yoshlariga erk berdi va shunday dedi: bugun bizning oilamiz shu yerda. Yaxshi ko'rinmayapti, lekin hozirgina sahnada chiqish qilayotganimda ota-onamning yuzlarini ko'rdim. O'zimni juda faxrli o'g'il bo'lgandek his qildim va bundan juda xursandman. Yana bir bor oilamga sizlarni sevaman demoqchiman va ARMY, barchangiz tufayli bugun men mana shu sahnada turibman. Aynan shu sahnada oilamga o'zimni mana shunday holatda ko'rsata olyapman. Hech qanday ortiqcha so'zsiz aytaman, bu haqiqatan ham hayotimdagi eng go'zal lahzalar. Sizlarni juda sevaman. Barchangizga chin dildan rahmat aytaman. Hissiyotlarga boy ilk konsertdan so'ng J-Hope uchun ketma-ket yaxshi voqealar yuz bera boshladi. Keyingi albom va uning asosiy qo'shig'i Run yana bir bor ulkan muhabbatga sazovor bo'ldi. Shu paytdan boshlab BTS inkor etib bo'lmaydigan global trendga aylandi. Asosiy trek Run orqali ular nafaqat Koreya bozorida yetakchilik qildi, balki AQShning Billboard 200 chartida 117-o'rinni egalladi. BTSning Billboard chartlariga kirishi bilan birga J-Hope yana bir quvonchli xabarni bo'lishdi. U ilk bor o'zining yakkaxon treki One Verse'ni chiqardi. J-Hope yakkaxon qo'shig'ini chiqarganidan 6 oy o'tib, BTS The Most Beautiful Moment in the Life seriyasini maxsus albom va uning asosiy qo'shig'i Fire bilan yakunladi. Fire bilan birga albomdagi yana bir qo'shiq ham ulkan muhabbat qozondi. Ayniqsa konsertlarda tomoshabinlar bilan birga kuylanishi bilan mashhur bo'lgan qo'shiq Young Forever. 영원한 관객은 없대도 난 노래할 거야. 오늘의 나로 영원하고파. 영원히 소년이고 싶어 나.
Bu qo'shiq J-Hope ishlagan eng murakkab va eng ko'p kuch talab qilgan asarlardan biri bo'ldi. Qo'shiq davom etar ekan, hissiy oqim tobora kuchayib boradigan asar bo'lgani sababli u o'nlab bor qayta ishlanib, qayta yozib olindi. J-Hope hatto shunday degan edi: "Bu BTS faoliyati davomida men ishlagan eng qiyin ish bo'ldi." J-Hope shu qadar katta mehnat qilgan qo'shiqdagi uning qismi natijada haqiqatdan ham hayratlanarli darajada chiqdi. Fire'dan so'ng BTS yana yangi cho'qqiga ko'tarildi. Wings albomining asosiy qo'shig'i Blood, Sweat and Tears bilan ular Billboard 200 chartida 26-o'rinni egalladi. Bu koreyalik san'atkorlar tarixida erishgan eng yuqori natija edi. Biroq Wings albomi BTSga olib kelgan global muhabbatdan ham tashqari, bu loyiha J-Hope uchun yanada alohida ahamiyatga ega edi. Chunki u albom ustida ishlash jarayonida o'zini mutlaqo cheksiz darajada sinovdan o'tkazdi. Ilk bor J-Hope Wings albomini boshlab beruvchi intro Boy Meets Evil uchun to'liq mas'ul bo'ldi va bu unga nihoyatda katta bosim yukladi. U shunday degan edi: 3 yil davomida ilk intro ustida ishladim va odamlar uchun imkoniyat yaratishni, ularga nimadir qoldirishni juda xohladim. O'zimni butunlay sindirib, borimni berishni istadim. J-Hope ushbu intro uchun suratga olingan treylerni 100 martadan ortiq tomosha qilib tekshirgan va qayta-qayta nazorat qilgan. Muayyan bir qismda qiynalib qolganida J-Hope bevosita mutaxassislarga murojaat qilib o'rganar va o'z ustida ishlardi. U murakkab akrobatik harakat, trambling mashqi paytida hatto bilagini jarohatlab olgan va ruhiy jihatdan sinish arafasiga ham kelib qolgan edi. Barcha qiyinchiliklarga qaramay J-Hope intro Boy Meets Evil'ni muvaffaqiyatli yakunladi. Shu bilan birga J-Hope haqida gap ketganda hech qachon chetda qolmaydigan yana bir qo'shiq ham taqdim etildi. Bu uning onasiga bag'ishlab yozilgan Mama qo'shig'i edi. Hey mama, BTS butun dunyo bo'ylab e'tibor qozona boshlagan paytlarda J-Hope bir safar shunday degan edi: agar bir kun o'zining yakkaxon sahnasiga ega bo'lsa, u albatta onasi haqida gapiradi. Onasi haqida so'zlash istagi uning bolalik xotiralaridan kelib chiqqan. J-Hopening otasi uning raqqos bo'lishiga qattiq qarshi bo'lgan bo'lsa, uning onasi ikki joyda ishlash orqali uning raqs akademiyasi uchun to'lovlarni qoplagan va har doim uni to'liq qo'llab-quvvatlagan. Vaqt o'tib J-Hope orzulariga erishganidan so'ng u onasining fidokorona mehnati va qurbonliklariga minnatdorchilik sifatida ushbu qo'shiqni yaratdi. Blood, Sweat and Tears va Mama qo'shiqlarini o'z ichiga olgan Wings albomi chiqqanidan so'ng BTSning xorijdagi muxlislar bazasi mislsiz tezlikda kengaya boshladi. Ulkan muhabbat fonida BTS 2016-yilgi Melon Music Awards marosimida o'z tarixidagi ilk desangni qo'lga kiritdi. Ilk desangni qo'lga kiritgach, BTS Wings World Tour safariga otlandi. Aynan shu jahon gastrollari davomida J-Hope o'zining yakkaxon qo'shig'i Mamani sahnada ilk bor ijro etdi. Bu u uchun boshqa a'zolarsiz, yolg'iz katta sahnada chiqish qilishi kerak bo'lgan birinchi holat edi va shu sababli u juda xavotirda edi. Biroq sahnada yolg'iz turgach, J-Hope o'zi haqida yangi bir jihatni kashf etdi. Har safar u bosim va yangi sinovlar bilan yuzma-yuz kelganida ich-ichidan ulg'ayib borar, jarayondan zavq ola boshlardi. Bu u uchun boshqa a'zolarsiz, yolg'iz holda katta sahnaga chiqishi kerak bo'lgan birinchi holat edi va shu sababli u juda xavotirda bo'lgan. Biroq sahnada yolg'iz turgach, J-Hope o'zi haqida yangi bir jihatni kashf etdi. Har safar u bosim va yangi sinovlar bilan yuzma-yuz kelganida ich-ichidan ulg'ayib borar, jarayondan zavq ola boshlardi. Wings World Tour davomida BTS katta syurprizga duch keldi. 2017-yilda ular tarixga kirib, Billboard Music Awards marosimida Top Social Artist mukofotini qo'lga kiritgan ilk K-pop guruhi bo'ldi. Shundan so'ng BTS navbatdagi albomini va uning asosiy qo'shig'i DNA'ni chiqardi va muvaffaqiyatlar zanjirini davom ettirdi. J-Hope ham mualliflikda ishtirok etgan Mic Drop qo'shig'i ham katta e'tiborga sazovor bo'ldi. Bu ulkan e'tibor bilan birga BTS nafaqat albomi bilan Billboard 200 chartida 7-o'rinni egalladi, balki American Music Awards sahnasida ilk bor AQShda rasmiy debyutini ham amalga oshirdi. BTSning tinimsiz yuqoriga ko'tarilishi albatta
albatta a'zolar zimmasiga tobora ortib borayotgan bosim va charchoqni ham olib keldi. Bu ko'pchilik uchun og'ir bo'lgan bo'lsa-da, ajablanarlisi shundaki, J-Hope buni boshqacha his qilardi. Avval aytib o'tilganidek, Mama sahnasidagi yakkaxon chiqishidan so'ng J-Hope yangi sinovlardan qo'rqish o'rniga ularni zavq bilan qabul qila boshlagan edi. Shu sababli American Music Awards sahnasidan keyin u aslida biroz hayajonlangan edi. Chiqishimizni tugatgach, mehmonxona xonasiga qaytdik. Biz bu yerda ekanimizni hali to'liq his qila olmayapmiz. Butun dunyo musiqasini shu yerda eshitishimiz va bu tajribani boshdan kechirishimiz mumkinligi bu juda katta his. Bu endigina boshlanishi. Bu mutlaqo yangi bosqich. Biroq American Music Awards sahnasidan so'ng BTS AQShdagi rasmiy faoliyatini boshlaganida J-Hope mutlaqo kutilmagan bir sinovga duch keldi. Bu ingliz tili edi. J-Hope AQShdagi o'sha davrlarini keyinchalik shunday eslagan edi. Sahnaga chiqishning o'zi juda qadrli, hatto hayajon va asabiylik ham bu mening ishimning bir qismi. Ammo ingliz tilini yaxshi bilmaganim sababli o'ylagan fikrlarim va his-tuyg'ularimni to'g'ri ifodalay olmadim. Shu bois o'sha lahzadan to'liq zavq ola olmadim. Ingliz tilini o'rganishim kerakligini his qildim, lekin buni amalda bajara olmayotganimni ko'rib o'zimga shunday dedim. Men haqiqatan ham yetarli emas ekanman. Mening imkoniyatlarim shu joygacha xolos. O'zimni juda ko'p aybladim. Jamoaga yetarlicha hissa qo'sha olmagan holatlar tobora ko'paygan sari, hatto har doim eng ko'tarinki kayfiyatli a'zo bo'lgan J-Hope ham asta-sekin tushkunlikni his qila boshladi. Albatta, bu og'ir davrda boshqa a'zolar ham o'z muammolari bilan yuzma-yuz kelishdi. J-Hope bu davrni shunday ta'riflagan edi. BTS sifatida ishlayotganim davomida ilk bor hammasi do'zaxdek tuyuldi. Biz buni davom ettira olamizmi deb jiddiy o'ylab qoldim. Shunga qaramay, bunday sharoitlarda ham J-Hope jamoa ichidagi muhim energiya manbai bo'lib qolaverdi. Ayniqsa a'zolar jismonan holdan toygan raqs mashg'ulotlari paytida u yanada yorqin ko'rinardi. O'zi ham charchagan bo'lsa-da, doim kulib, yana bir marta urinib ko'raylik der va mashg'ulot muhitini boshqarib a'zolarga g'amxo'rlik qilardi. Va Wings Tour yakunlangach, J-Hope muxlislarini mutlaqo kutilmagan tarzda hayratda qoldirdi. Jahon gastrollari tugaganidan atigi 3 oy o'tib, u o'zining ilk yakkaxon mixtape'ini chiqardi. Mening boshlanishim raqs bilan bog'liq, ammo bir kun kelib o'z hikoyalarimni musiqa orqali ham ifodalab, ularni butun dunyo bilan bo'lishishni istayman. U o'z so'zida turdi. J-Hope o'zining ilk yakkaxon mixtape Hope Worldga shu paytgacha boshidan kechirgan barcha tajribalari va his-tuyg'ularini to'liq singdirdi. Daydream qo'shig'i uning uzoq yillardan beri yuragida saqlanib kelgan orzulari va istaklarini ifoda etdi. Airplane esa bolalikdagi orzusi. Samolyotda uchish va birinchi klassda o'tirishni nihoyat ro'yobga chiqarganidan keyin his qilgan tuyg'ularini aks ettirdi. Hope World albumi tarixiy natijaga erishdi. U Billboard 200 chartida 38-o'rinni egallab, koreyalik yakkaxon ijrochi uchun erishilgan eng yuqori natijani qayd etdi. Shundan keyin chiqarilgan Fake Love va Idol qo'shiqlarini o'z ichiga olgan albomlar ketma-ket ravishda Billboard 200 chartida birinchi o'rinni egalladi. J-Hope o'zining yorqin va ijobiy obrazi uni ifodalashini juda yaxshi anglar edi. Shu sababli aynan shu obrazni to'g'ri va samarali aks ettirish uchun u Just Dance qo'shig'ini yozish va bastalash jarayonida bevosita ishtirok etdi. 2018-yilgi Melon Music Awards marosimida J-Hope yana bir afsonaviy sahna namoyishini taqdim etdi. U Idol qo'shig'ini intro qismida an'anaviy koreys kiyimi hanbokda street dance ijro etib, tomoshabinlarni hayratda qoldirdi. Balandlikdan qo'rqishiga qaramay, J-Hope baland sahnada oyoq yalang holda chiqish qildi va bu orqali ijroga bo'lgan jiddiy munosabatini yaqqol ko'rsatdi. J-Hope va boshqa a'zolar jahon gastrollari, yil yakuni mukofot marosimlari hamda yangi albomlar tayyorlash kabi tinimsiz jadvalda ishlashda davom etar ekan, ularning bandligi mislsiz darajaga yetdi. BTS dunyodagi eng mashhur idol guruhga aylangan bir paytda bu davr paradoksal tarzda guruh tarixidagi eng og'ir bosqichga ham
to'g'ri keldi. Oyiga o'rtacha 28,5 kunlik mashaqqatli ish jadvali va 2018-yil boshida agentlik bilan shartnomani yangilash masalasi yaqinlashib kelayotgani sababli a'zolar guruhni tarqatib yuborish ehtimolini ham jiddiy ko'rib chiqayotgan edi. Aynan shu og'ir pallada BTS 2018-yilgi Mama marosimida Desangni qo'lga kiritdi. J-Hope bundan avval ham ko'plab mukofotlar olgan bo'lsa-da, bu Desang uning uchun alohida ahamiyatga ega edi. Chunki a'zolar boshidan kechirgan ruhiy bosim va ichki kurashlar uni to'lqinlantirdi. J-Hope hech qachon qiynalganini ochiq ko'rsatmagan. U uzoq vaqt yolg'iz azob chekkan. Biroq nafas olishni qiyinlashtiradigan bu sharoitga qaramay, ular biroz ham dam olish uchun to'xtay olishmadi. BTS 6-mini albomini chiqarganida J-Hope yana bir bor o'zining yangi darajadagi o'sishini ko'rsatdi. U Dionysus nomli qo'shiqni yozib, bastaladi. Bu nom Yunon mifologiyasidagi sharob xudosini anglatadi. Albom chiqishidan biroz o'tib, BTS Speak Yourself World turni boshladi. Vaqt o'tishi bilan tur yakunlandi va a'zolarga uzoq muddatli tanaffus berildi. Shu davrda J-Hope ajablanarli qaror qabul qildi. U yolg'iz AQShga safar qildi va hozirgi kunda uning eng mashhur qo'shiqlaridan biri bo'lgan Chicken Noodle Soup'ni yaratdi. Qo'shiq chiqishidan atigi bir oy o'tib 100 million ko'rishga yetdi va bu J-Hope uchun Billboard Hot 100 chartiga kirishning birinchi tajribasi bo'ldi. Asl Chicken Noodle Soup 2006-yilda AQShda chiqarilgan va unga mos raqs harakatlari ham mashhur bo'lgan edi. Bolaligida J-Hope bu qo'shiqqa raqs qilgan va keyinchalik uni o'z uslubida original bitdan foydalangan holda qayta talqin qilgan. Bu esa ayniqsa AQShda katta sevgi bilan qabul qilindi. Chicken Noodle Soup'dan so'ng J-Hope butunlay kutilmagan bir vaziyatga duch keldi. Bu COVID-19 pandemiyasi edi. Pandemiya J-Hope'ning dunyosini to'liq to'xtatib qo'ydi. U studiyasida o'tirib, bo'shliqqa tikilib, qanday qo'shiq yozish kerakligini o'ylab, vaqtini o'tkazdi. Studiya va uy o'rtasida kezib yurdi. Biroz chalg'ib yurib, J-Hope bir narsani anglab yetdi va har doimgidek u o'z qilishi kerak bo'lgan ishlarni topishni boshladi. Shu jarayonda keyingi albomga u yakkaxon qo'shiq chiqardi. Bu qo'shiq J-Hope'ning hozirgi vaziyatni qabul qilishi va o'ziga xos yorqin kayfiyatini aks ettiradigan Ego. Yangi albom chiqishiga qaramay BTS hech qanday tashqi faoliyat bilan shug'ullana olmadi. Shu sababli ular yana bir qo'shiq Dynamite ni chiqardi. Dynamite orqali BTS Billboard Hot 100 chartida birinchi o'ringa chiqqan ilk koreys ijrochiga aylandi. Tez orada BTS B albomini chiqardi. J-Hope ushbu albom ustida tinimsiz ishladi va ko'plab yutuqlarni namoyish etdi. U COVID-19 pandemiyasi sababli berilgan kutilmagan tanaffusdan zavq tuya olmasligidagi noqulaylikni kasallik bilan solishtirib, o'zining o'ziga xos yorqin energiyasi bilan ifodaladi. Pandemiya davomida u faqat albom ustida ishlab, tashqi faoliyatlarda ishtirok etmagan paytda jiddiy o'zgarishdan o'tdi. U ilgari hech qachon ko'rsatmagan qayg'u va qorong'u kayfiyat kabi salbiy tuyg'ularini ochiqroq namoyon eta boshladi. U ilgari yozib qo'yilgan, ammo yakunlanmagan qo'shiq ustida yangi so'zlar va melodiyani qo'shib, o'tmishga bo'lgan sog'inchni ifodalovchi yangi trek yaratdi. Bu qo'shiq keyinchalik Blue Side nomi bilan mashhur bo'ldi. O'sha paytdagi J-Hope intervyusiga qarasangiz, uning ruhiy o'zgarishlarini yanada chuqurroq tushunishingiz mumkin. U ilgaridagi juda ko'p narsalar o'zgarganini aytgan. Men oldin doim faqat yorqin va ijobiy tomonlarimni ko'rsatishga harakat qilardim. Chunki mening ismim J-Hope, biroq vaqt o'tishi bilan men boshqa his-tuyg'ularni ham his qila boshladim. Endi men ularni o'zimning musiqam orqali go'zal tarzda ifodalashni xohlayman. Bu davrda BTS ham muvaffaqiyatlarga erishishda davom etdi. Butter'dan so'ng ular Permission to Dance qo'shig'ini chiqardi va har ikkisi ham Billboard Hot 100 chartida birinchi o'ringa chiqdi. Shu ketma-ket muvaffaqiyatlar natijasida BTS 2021-yil American Music Awards marosimida Artist of the Year mukofotiga sazovor bo'ldi. Ana shu paytda J-Hope biroz hayratlantiruvchi bayonot berdi.
Rostini aytsam, bugungi kunda men mukofotlarga juda katta ahamiyat bermayman. Bularning barchasi bizni sevgan muxlislarimiz sabab bo'lyapti. Shuning uchun endi har safar mukofot olsak, shunchaki shuni o'ylayman. Muxlislarimiz bizni chin dildan sevishadi. J-Hope o'z qarorini qildi. Endi u moddiy mukofotlar va unvonlar ortidan quvish o'rniga musiqani o'zi va armiya uchun yaratishga e'tibor qaratadi va bu qarorni amalga oshirishni u uzoq kutmadi. Atigi 6 oy o'tib, J-Hope AQShdagi Lollapalooza musiqiy festivalida yakkaxon ijrochi sifatida ishtirok etishni e'lon qildi. Ushbu e'lon bilan birga BTS guruhining faoliyatini vaqtincha to'xtatishi haqidagi yana bir hayratlantiruvchi xabar ham keldi. Bu qaror ular uchun zarur bo'lgan qadam edi. Ular uzoq vaqt davomida tinimsiz ishlashdi. J-Hope 7 a'zoning ichidan birinchi bo'lib yakkaxon faoliyatini boshladi. J-Hope o'z albumi ustida uzoq vaqt ishlagan. O'zining ilk yakkaxon albomini yaratish hayotidagi eng murakkab vazifalardan biri bo'ldi. U bir necha qo'shiq yozdi, ammo atrofidagilarning fikrlari shunchalik salbiy bo'ldiki, u barcha yozgan qo'shiqlarini o'chirib tashladi. Barcha qo'shiqlarini o'chirganidan so'ng u studiyasiga yopilib, albom ustida butunlay boshidan ishlashni boshladi. Nihoyat J-Hope o'zining ilk yakkaxon albomini yakunladi. Albomı Jack in the Box konsepti shunday edi. Endi barcha his-tuyg'ularni va hikoyalarni men hali dunyoga ko'rsatmaganlarni qutidan chiqaraylik. Albom yaratish ortidagi fikrlarni tushuntirar ekan, J-Hope shunday degan edi. Men shu paytgacha o'zimning juda ko'p yorqin tomonlarimni namoyish qilganman, ammo endi men boshqa bir qirrani ko'rsatishga kuchli istakni his qilyapman. Ayniqsa juda qorong'u va sof narsalarni ko'rsatishni xohlayman. Odamlar tushunsin, J-Hope har doim xursand va baxtli bo'lib qoladigan inson emas. O'zining ilk yakkaxon albomi orqali J-Hope ilgari hech kim ko'rmagan hayratlantiruvchi qirralarini namoyish etdi. More qo'shig'i J-Hopening doimiy orzu va intilishlarini aks ettirdi. U shunchalik ko'p narsaga erishgan bo'lsa-da, yana ajoyib narsalarni, yangi yutuqlarni va ulkan marralarni orzu qilardi. Future qo'shig'ida esa u o'ziga yo'llangan xabarini ifoda etdi. Ba'zan o'zing uchun ham jasorat va e'tiqod kerak, sizga ham umid kerak. Arson qo'shig'i esa intilishning xavfini bilib turib ham uni sinash istagi bilan bog'liq dilemmani aks ettirdi. Biroq albomni yakunlash bilan bir qatorda eng muhim narsa Jack in the Box albomi sahnada birinchi marta ijro etilishi edi. Bu albatta Lollapaloozada amalga oshdi. Lollapalooza bu dunyodagi eng mashhur AQSh musiqiy festivallaridan biri bo'lib, 30 yillik tarixi bor. U Lollapaloozada chiqishini haqiqiy qiyinchiliklar va yangi tajribalarni sinab ko'rish mumkin bo'lgan makon deb atagan. Yana bir jihat shundaki, J-Hope o'zini yanada tanqidiy va obyektiv baholash uchun bunday sahnani sinov maydoni sifatida tanladi. Ammo musiqiy qobiliyatini namoyish qilish istagidan ham muhimroq narsa bu qaror bilan birga kelgan ulkan bosim edi. Shu qadar katta sahnada yakkaxon turish, boshqa a'zolar yonida bo'lmay va eng muhimi 7 a'zoning ichida birinchi bo'lib yakkaxon faoliyatni boshlash uni o'lchab bo'lmas og'ir yuk ostida qoldirdi. Mashg'ulot kunlari bosim bilan to'la edi. J-Hope doim o'zini yana va yana sinardi. Mehnatning mevasi samara berdi. J-Hope nafaqat 100 ming odam oldida 1 soatlik yakkaxon chiqishni mukammal bajardi, balki Lollapalooza tarixida eng ko'p chiptalar sotilgan rekordni ham yangiladi. Uning ilk yakkaxon albomi Jack in the Box va Lollapaloozadagi yakkaxon sahnasi J-Hope uchun eng qiyin bo'lgan, ammo shuningdek eng to'liq va mamnuniyatli musiqiy lahzalar bo'ldi. Ulkan tajriba va muvaffaqiyatga erishganidan so'ng ham J-Hope to'xtab qolmadi. U yangi marralarga doimiy ravishda intildi. 26 fevral kuni J-Hope Janubiy Koreyada majburiy harbiy xizmatni o'tash jarayonini boshlashi e'lon qilindi va shu bilan u armiyaga yozilgan ikkinchi BTS a'zosiga aylandi. Xuddi shu kuni Big Hit kompaniyasi J-Hopening yangi On the Street nomli singl chiqarishini ma'lum qildi. Qo'shiqda u amerikalik reper J. Cole bilan hamkorlik qilgan. Every time I run, every time I move, as always. J-Hope muxlis, ha u J. Cole'ning ashaddiy muxlisi. Nega undan aynan J-Hope taxallusini tanlashganini so'rashganda, u shunday javob bergan. J. Cole mening ilhom manbayim. J-Hope ismi ham qisman uning ta'sirida paydo bo'lgan. O'sha paytlarda u kelajakda J. Cole bilan birga trek yozishini, hatto klip suratga olishini ham xayoliga keltirmagan.
Taxminan 1 yil o'tib, J-Hope harbiy xizmatga chaqirilganidan keyin uning maxsus alboma Hope on the Street kutilmaganda chiqdi. J-Hope uzoq vaqtdan beri karyerasining birinchi bobidan ikkinchi bobiga o'tishidagi harakatlantiruvchi kuch va markaziy unsur nima bo'lishini o'ylab kelgan edi va xizmatga chaqirilishidan oldin u javobni topdi. J-Hope raqsning uni musiqaga olib kelganini yaxshi tushungan va keyinchalik repni o'rganib, bugungi kunda u bo'lgan insonga aylanganini bilardi. Shuning uchun u o'z hayotining eng muhim qirrasi raqs haqida albom yaratishga qaror qildi va Hope on the Street albomini chiqardi. Albomning asosiy treki Neuron esa nafaqat uning musiqiy ildizlari va yangi boshlanishlarini ifodalaydi, balki J-Hope debyutdan oldin a'zo bo'lgan raqs jamoasining nomidir. Will always be the light to move us. And me, you are on occasion. Ammo J-Hope tayyorlagan hayratlar shu bilan tugamadi. Maxsus albom bilan birga u Hope on the Street nomli hujjatli serialni ham chiqardi. J-Hope o'z faoliyatini ko'cha raqqosi sifatida boshlagan, shuning uchun debyutdan keyin K-pop xoreografiyasini bajarayotganda ko'pincha o'zi o'ylardi. Bu chindan ham men uchun to'g'rimi? O'zining musiqiy ildizlari bilan qayta bog'lanish safarida J-Hope turli shaharlarning ko'cha raqqoslari bilan uchrashdi va ular bilan muloqot qildi. Ushbu lahzalar hujjatli film orqali aks ettirildi. 2024-yil 17-oktyabr kuni rasman J-Hope harbiy xizmatdan qaytdi. 2025-yilning 10-yanvar sanasida Big Hit Music J-Hope'ning birinchi yakkaxon jahon gastroli Hope on the Stage haqida rasman e'lon qildi. Tur 28-fevraldan Seuldagi konsertlar bilan boshlanib, so'ng AQSh va Osiyoning bir qancha shaharlarida davom etishi ma'lum qilindi. Konsert uchun chiptalar darhol sotilib, uning sahnaga qaytishi muxlislar tomonidan katta hayajon bilan kutib olindi. Chiptalar bir zumda sotilishi uning qaytishini butun fandom qanchalik sog'inganini ko'rsatadi. Biroz vaqt o'tib J-Hope harbiy xizmatdan keyingi birinchi relizi Sweet Dreams ni chiqardi. I just wanna love you like, love you like, love you like that. Love you like, love you like, love you like. J-Hope bu qo'shiqda sevgi tuyg'usini shirin tushga qiyoslaydi. 21-mart kuni Mona Lisa qo'shig'i chiqarildi. Yeah, she's sparkling, yeah, you got me all in. Qo'shiqda insonni larzaga soladigan narsa tashqi ko'rinish emas, balki har bir odamning o'ziga xos ichki betakrorligi ekanini ta'kidlaydi. 14-iyun kuni BTSning 12 yillik yubileyida armiylarga festa sovg'asi sifatida J-Hope'ning 3-singli chiqarildi. Killing It Girl. You killing it, girl. 10 out of 10, oh, you killing it, girl. That is such a friends, oh, you killing it, girl. Ushbu jo'shqin hip-hop trek jahon bo'ylab chiqishi bilan bir necha soat ichida 61 ta mamlakat iTunes qo'shiqlar jadvalida birinchi o'rinni egalladi. Ushbu qo'shiq Hobby'ni rasmiy ko'mkadan ro'yxatdan o'tgan ishlari sonini 150 taga yetkazdi. Biz bilamizki, J-Hope'ning musiqiy yo'li raqsdan boshlangan. Treyni davridan esa rep yozish, beat struktura tuzish, aranjirovka jarayonida ishtirok etish bilan shug'ullana boshlaydi. Uning yondashuvi texnikadan ko'ra energiya, dinamika va sahna hissiyotiga asoslangan bo'lib, u BTS qo'shiqlarining harakatli, jonli va emotsional bo'lishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Komka Janubiy Koreyada mualliflik huquqlarini himoya qiluvchi rasmiy tashkilot bo'lib, undan ro'yxatdan o'tgan har bir qo'shiq huquqiy jihatdan tasdiqlangan hisoblanadi. J-Hope ushbu qo'shiqlarning matni yoki musiqasini yaratishda bevosita ishtirok etgan va shu sababli rasmiy mualliflik huquqiga ega. Har bir ro'yxatdan o'tgan qo'shiq J-Hope'ga qonuniy daromad olib keladi. Qo'shiqlar radio, televideniya, streaming platformalar, konsertlar, reklama va boshqa ommaviy axborot vositalarida ijro etilganida u muallif sifatida doimiy daromad oladi. K-pop sanoatida 100 tadan ortiq mualliflik kreditiga ega bo'lish juda yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. 100 yillik bitta rasmiy qo'shiq esa J-Hope'ning musiqiy salohiyati, ijodiy mustaqilligi va professional darajasini yaqqol namoyish etadi. Bu raqam uning faqat sahnadagi yorqin obrazi emas, balki musiqaning ichki tuzilishini chuqur tushunadigan, konsepsiya, ohang va matn yaratishga qodir haqiqiy san'atkor ekanligini tasdiqlaydi. J-Hope'ning asosiy yashash joyi Seul shahri Yonsan-gu tumani hisoblanadi. U aynan shu tumandagi Seobingo-dong mahallasida joylashgan Afer Hangan premium turar joy majmuasidan penthouse sotib olgan. Bundan tashqari u xuddi shu binoda pastki qavatdan yana bir kvartira ham sotib olgan.
Umuman olganda, J-Hope Seulda 4 ta hashamatli ko'chmas mulkka egalik qiladi. Ikkitasi Yongsanda, ikkitasi Seonggundong. 2025-yilda esa J-Hope ushbu 4 ta hashamatli mulklaridan birini sotgan. Jonli efirda J-Hope va BTS a'zolari 2016-yil bahorida yangi albom va jahon gastrol safari rejalashtirayotganliklarini aytishdi va albom yozish uchun barcha a'zolar AQShga, Los-Anjelesga uchib ketishdi. Ko'pchilik insonlar muvaffaqiyatga erishganda tan olinishni va e'tibor qozonishni istaydi. J-Hope esa o'zini ham e'tibor izlovchi deb atasada diqqatni qabul qilishdan zavq oladi. J-Hope doim o'z a'zolarini o'zidan ustun qo'ygan. U sahnada diqqat markazida bo'lishi mumkin edi, lekin har doim boshqa a'zolarga markaz yoki oldingi o'rinlarni berib, o'zi orqada turib ularni qo'llab-quvvatlagan. Shu bilan birga BTS sahnadagi chiqishlari bilan mashhur va J-Hope esa xoreografiya bo'yicha eng katta mas'uliyat va tashvishga ega. Guruhdagi eng yaxshi raqqos bo'lishiga qaramay, u nafaqat o'z mahorati bilan jamoani yetaklaydi, balki o'zining yorqin shaxsi bilan boshqa a'zolarni ham xotirjam qiladi. J-Hope juda intiluvchan va mehnatkash shaxsdir. Dastlab faqat raqsdan tashqari sohalarda tajribasi yetarli bo'lmagan bo'lsa-da, u katta mehnat va fidoyilik orqali bugungi biz bilgan J-Hope'ga aylandi. 7 a'zoning ichida birinchi bo'lib Yakkaxon faoliyatini boshladi va o'z karyerasini muvaffaqiyatli yo'lga qo'ydi. Yakkaxon albomlari doimiy ravishda Billboard chartlariga kirib, ulkan natijalarni namoyish etdi. U doimo yanada ko'proq yutuqlarga erishishda davom etadi. Xuddi avvalgidek. Ba'zan J-Hope boshqalarga nisbatan cheksiz saxiydek tuyuladi, ammo o'ziga nisbatan juda qat'iy standart qo'yadi. O'z ustiga ortiqcha yuk yuklaydi. U boshqalarga bergan umid va quvonch kabi o'z hayotida ham shunday baxtni his qilsin.